Angliya parlament a'zolari 8-iyul payshanba kuni hukumatdan Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni bostirishiga qarata texmo keskin harakat qo'llanishini talab qildi. Bular 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanarakat musobaqasini qisman boykot qilish va paxta savdosini cheklash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Angliya parlamenti tashqi ishlar komitetining dokladida bir qator tavsiyalarni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bular Johnson hukumatini 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanarakat musobaqasini qisman boykot qilishga da'vat qilish, ministr va aziz mehmonlarni ichilish va yepilish murosimiga avatmaslik, Angliya shirkatlarini Beijing qishliq olimpik tanarakat musobaqasini qo'llamaslik va e'lon bermaslikka da'vat qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Amerika armiyasining bir yuqori darajalik axborot amaldori, Amerika amaldorlari va parlament a'zolarining Xitoy elib kelgan tahdidga astoydil muomala qilmasligi mumkinligini ogohlantirdi. O'tgan bir yilda Amerika Hind Tinch okean qo'mondonlik shtabi, Amerika davlat mudofaa ministrligi va axborot organlari Xitoyning kunsiri kuchayotgan harbiy kuchining tahdidi, tor bo'shliqidagi dodil harakatlari va takabbur jasuslik harakatlari to'g'risida doim ogohlantirib keldi. Amerika Hind Tinch okean qo'mondonlik shtabi axborot bo'limining boshlig'i Arqsab admiral Michael Stodman bu ogohlantirishlarning yetarli emasligidan ansiraydiganligini bildirdi. Amerika Turkiyaning Suriya o'qituvchi jangchilarini Afg'onistonga avatadiganligi haqidagi qarashlarga inkos qaytardi. Amerika davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi o'zining bu ayblashlarni jazmlashtirolmaydiganligini, ammo Kabul aerodromining bexatarligiga kafolatlik qiladigan qismlarning cho'qim xalqaro qonunlarga bo'ysunishi kerakligini aytdi. Turkiyaning Afg'onistonga suriyalik o'qituvchilarni avatadiganligi haqidagi qarashlar Suriya kishilik huquqni kuzatish tashkilotining to'r betida o'tirg'a chiqqan edi. Indoneziyadagi Sinovac vaksinasi emlangan va Sinovac ustida tajriba ilib borgan peshqadam tibbiy xodim Xitoy virusi bilan yuqumlanib qazo qilgan. Buning bilan Xitoyda ishlangan Sinovac vaksinasining koronavirusining delta turiga qarshi unumlik yoki emasligi savol belgisi paydo qildi. Egilanishicha, Indoneziyadagi Sinovac vaksinasi ustida tajriba ilib borgan tadqiqotchi Nauliya Sejafri Pashtiyar COVID-19 sababidan qazo qilgan. Indoneziyada davlat miqyosida Sinovac vaksinasi qo'llanilgan bo'lib, koronavirusi sababli o'lganlar nisbatining yuqori bo'lishi diqqat tortmoqda. Amerika askarlarining chekinishi bilan Afg'onistondagi bexatarlik bo'shlig'i bu rayonda andisha paydo qildi. Talibandan qochgan 1000 ga yaqin Afg'oniston askari Tojikistonga panohlangandan keyin Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning 20 000 askarni Afg'oniston chegarasiga avatish haqida buyruq tushirganligi bildirildi. Yaponiya olimpik ministri Tamayo Marukawa 23-iyul Tokioda boshlanishi planlangan olimpik tanarakat musobaqasining shahardagi Xitoy virusi vaqalarining ko'payishi sababidan tomoshabinlarsiz o'tkazilganligini e'lon qildi. Yaponiya bosh ministri Yoshihide Sugamo olimpik tanarakat musobaqasi mezgilida Tokioda jiddiy holat e'lon qilinganligini bildirdi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash va Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistondagi Uyg'ur qatorliq xalqlarga qilayotgan qirg'inchiliklarga qarshi turish bilan birga xalqaro jamiyatdan yordam so'rash maqsadida dunyoviy namoyish o'rlashtirgan edi. Bu munosabat bilan 7-oyning 4-kuni Yaponiyaning Tokio shahridagi Yaponiya bosh ministri o'ltirishliq binoning oldida Yaponiya hukumatidan yordam so'rash uchun Sharqi Turkiston xalq jamiyatining tashkillashi bilan namoyish olib bordi.